Dengizci bova karısıla o kol seçemet yemiken. Şundaq, o yo'lovchilar kiyimisi. Karısıla ula esil kiyimlerini kiyipti. Toy murasimiga manganmidi? Dengizdimi to'y bo'lamdi? Undaq emas. Bu tek safar kiyimlari. Ular yig'ilishlarda va to'y murosimlarida uningdimi esil kiyimlarni kiydi. Uningdimi esil kiyimlar bormi? Barmog'ini bundaq shiltima balam, salomni ifodalab, men o'xshash qo'lingni ko'targan. Nemiski silning shundoq cho'ng hashamat kiyimlari yo'q. Bu degan yo'lovchilar kiyimisi. Mening kiymam bo'lsa yuk to'shiydigan kiyim. Buncha ko'p saramjon va jabduqlarning hojati yo'q. Men cho'ng bo'lsam yo'lovchilar kiyimisining eng oldingi qatorda o'tirganini olaman. Biz Beyrut portiga yaqinlab qoldik. Marjon bilan Lologa kiyimini to'xtatishga tayyorlanishni aytgan. Nima degan go'zal. Mo'sha go'zal tabiatning egasi Alloh pakdir. Livanning manzarasi kishini jalb qiladi. Men tabiat manzarasini demadim, ajoyib binolarni davatdiman. Uning nima hayron qolg'uvchiligi bor? Faqat u insonlarning uylari xolos. Sahrodagi kishilar kichik-kichik chidirlarda turadi. Bu yerda bo'lsa, to'g'ri deysan. Amaliyotda bu yerdagi uylar intayin ko'rkam. Ular tomlarni shundoq esil toshlardan yasamdi? Undaq emas. Bu degan ranglik aynak bilan zinnatlangan peshayvonlar quyosh nurida paqiraydi. Ular bog'chilarni uylarning o'ygisiga barpo qilamdi? Yo'q. O faqat uydagi kishilar o'zim tollarining oqcha, gul va yosmin gullarining soyasida o'ldirish uchun yasalgan baranglar. Nima degan qaltis? Men ömrümde bundaq egiz joyda uxlab boqmagan. Bu degan karvat ziyodi. Shaharliklar mushuninga odatlanib ketgan. Lekin men kiyimimdagi taxtay ustida uxlashni bundan ortiq ko'raman. Nemishqi bu yostiqlar intayin yumshoq, tusi ipakdaklikkan-ku. Nima degan go'zal hayot-a? Qaraganda sen mohiyatga qaraganda sirtqi ko'rinishga bakrak maftun bo'ladigan qilasan ziyod. Men baxtli yashashni to'limi yaxshi ko'raman. Haqiqiy baxt degan insonning tishidan emas, ishidan keladi o'g'lim. Tushunolmadim. Baxtli bo'lish uchun qanoatchan, Allohning hukmiga ishonadigan bo'lishing kerak. Mal dunyo baxtsizlikka uchratgan boylarmi intayin ko'p. Bundaq bo'lishi mumkin emas. Mal dunyomi insonni baxtsizlik uchirtamdi? Qarunning qissasini bilmamsan. U zamondagi eng boy odam edi. Yo'q, Qarunning qissasini anglag'im bor. Qarun aslida Musa alayhissalomning qavmi ishidagi bir mu'min kishi bo'lib, Musa alayhissalomning tog'isining o'g'li ekan. Lekin uning mol dunyoga haddidan ziyoda qamroqligi va tamaxurligi o'z qavmiga zulm qilishiga sababchi bo'lib, o'zining yaxshi nasabdan ekanligini unutiltiribdi. Ha, xush gapsiz Qarun hocam. Me'mor usta, sizlar ishlashga qiziqamdilar. Men sening challiqligingga qiziqaman. Sen tirishchan yigit. Ha, rahmat hocam. Meni gangirtib qo'yayotgan bir savolim bor. Xalqingni so'ra. Nemishqa bu binoga buncha cho'ng toshlarni ishiltidilar? Bu binoning necha ming yil chidishi uchun. Nemishqa necha ming yil? Demakchimanki, biz bu binoga ketgan materiallarni ishiltib, bundan ko'p binolarga erisha olamiz. Faqat erishish hamma narsa emas, Qarun. Qarun hocam. Nim bo'ldi sexim? Otillari eg'ir kasal bo'lib qopti hocam. Mening muhim ish bilan oldirish ekanligimni ko'mayapsan. Ish deganni ta'xir qilg'ili bo'ladi, o'g'lim. Berib atangga qarqin. Bang. Bana doğru ağaç keldinmi oğlum? Unutib qoptiman ota. Sizlarmi biladilar, ishlarim bak ko'p. Bu qitim hargiz unutib qolmayman. Men buningga ishonmayman. Elimi qancha qitim bo'ldi.
Sözümge obdan quloq sol. Ma'qul ata, bir joyga boyliq ko'mib qo'yganmidinglar? Yo'q, Qarun. Mening faqat mushu bir necha qo'ydan boshqa hech nimam yo'q. Men sana mal dunyoda muhim bo'lgan bir gapni demoqchi. Maldinmi muhim? Qani desizlar, qulg'um sizlarda. Tağangning o'g'li Musa. U bir odamni o'ldirib qo'ygandan keyin bu shahardan qochib ketdi. Uni savallikdan o'ldirib qo'ygan, qasddan qilmagan. Menga uni nima qilsin deylar? Onunğa köyümcan akı boğun. İşkinla bir-birinlağı yar yölek bolunla. Bu dünya işkimge bakı bende emas. Ma'qul, shunda qilay. Ata, sizlar zodi hech qachon bir boyliq ko'mib qo'ymaganmi? Faqat mushu ozg'ini qo'yli bormi? Ata? Ata? G'alati ish. U mening sarayimning oldida kishilarga ziyofat berish uchun dadasidan qolgan qo'ylarning hammasini bo'g'izlab etibdi. Kirson, bu odam bilan bir ko'rish baqay. Sizlarning taqdirga o'ldirganliklarini tabriklash uchun oliylar. Dadang teği tünögülle ölüp ketken tursa, sen bugün murosim o'tkazib otamsan. Padişah bizga nisbatan ota-onalarimizdan, hatto o'z jonlarimizdan muhim begim. Sen otangning o'lib ketganiga qayg'urmiding? Men buyuk padişah oliylarining qutlug' kunida qandaqmi qayg'uray? O'rningdan tur. Sening mendan so'raydigan bir hojiting bormi? Baho oliylari. Masalaga demadimmi? Haqiqiy ahvol hozirla oydin bo'ldi deb. Kim tur? Qani so'zla Qarun. Nima hojiting bor? Menga sizlarga osiylik qilib, taqqa qechib chiqib olgan dushmanlarga qarshi urush qilishimga ruxsat qilishlarini so'rayman oliylari. Deginingdek bo'lsin. Tağlarning hammasini sana berdim. Tağdagi dushmanlarimni xolig'iningcha izlab, ularni butunlay yo'qotib etgan. Himmatlarga hashqalloh oliylari. Samimiy xotinlarga mumushinchilik arzon bir marjonni berishga chidamayyotamdila. Hay tete, obdan xotin. Ishlar o'zgarib ketdi. Men endi ko'p mol dunyoga ega bo'lolmaydigan bo'ldim. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Sizlar degan bosh me'mor tursizlar. Quruq nom ataq degan hech nimaga asqatmaydi. Qarun o'rda saroylarda tijorat boshlagandan beri men hatto jinimni boqolmayapman. Bu Qarun deganlari sizlarning kichik shogirdlar emasmi? U ilgari mening shogirdim edi. Hozir bo'lsa butun Misr bo'yicha eng chong tijoratchi. Sen özünü tağlarının ho'jiz çağlab qalgan o'xshamamsan. Bu chaqlash emas begim, balki buyuk podshohning farmoni. Bu farmon uni dushmanlardan qutuldirishing uchun tog'dagi kallarni ichib, toshlarni kesib, uni o'z manfaati uchun sotqili emas. Aman begim, biz tinch joyga berib, ayrim paranglarsak qandoq? Ondaqda qozixonaga borgin. O joyi amaldorlar va putukchilar bilan to'shib ketdi. Amsi qayerni demoqchisan? Mening sarayimga aziz do'stim. Sizlarni kashf tomoqqa da'vat qilib, sizlar bilan birga zalni olsam o'zimni to'limi baxtli his Nima degan mezilik taom bu? Begim, bu xildagi biletni tetib baqsizlar. Bu nima? Bu zodi nima? Biliqning ichidan olmos ko'zlik oltin uzuk chiqdi. Bu sizlarning ta'daylari begim. Yana bir necha baqsizlar. Oy, bu biliqning ichidami birsi borkan?
ajoyib tasodifilik. Biz tağlarning masalasi to'g'risida paranglashgan edik. Tağlar. Ha, podshohning farmoni bilan siz egallagan tağlarni demoqchimisiz? Uning nima masalasi bo'lsin? Hech nima. Beliqlardan to'yg'ichi yam do'stim. Qo'rsqum bakla to'yib ketdi. Qolgan beliqlarni uyimdagilarga elib olsam bo'ladimi? Beliqingni qanchaga satsan? 2 tillaga. Nemishqa? Men texi o'tgan haftada bir tilloq setib olgandim. Undaqda o'tgan haftaga berib setib olsalar. Bozorda hamma narsaning bahosi o'rlab ketibdi. Albatta shundoq bo'ldi-da. Beliqlar muqarrarning paraxodidan, mevalar muqarrarning ekizorligidan keladi emasmi? Men uni oltin tavlashni biladi ekan, hatto qumni oltinga aylantira oladi deb anglagan edim. To'g'risi o'xshaydi. Bu gapni men anglagan edim. U nima degan talalik kishi? Men ajab bir gaplarni anladim qo'biga. Haqiqatan tez qilibdi. Bu xabarning yolg'onligi haqida farmon chiqaraymi? Yo'q, men ishlarni bu xabarni tasdiqiga ishongan deyman. Alloh sehim. Labbay xo'ja. Sarayning qattiq qo'dildigan xazinlariga qumlarni to'shiydigan usti uchiqar bo'ladin bir qanchini tikkan. Ishni tushunamadim-ku. Kishilar mening qumlarni yaqut va zumradlarni saqlagandek xazinlarimni saqlaganimni ko'rsa, cho'qim qumni oltinga aylantira oladiganligimga ishonidir. Men yana tushunamadim. Uzunluq qolmay oltinning bahosi tushib, kishilar menga oltinlarni arzon bahoda setishga boshlaydi. Natijada uni o'z qiymatining 4/1 ozroq pulga setib oladilar. Oxiri tushunishga boshladim sehim. Hamma joy oltinlarga to'shib ketdi. Oltinlarni qo'yg'idagi yarmi qolmadi begim. Yemadan 20 eg'iz xazina selinglar. Bosh ustiga begim. Kishilar nima deyishyapti? Ular hamoqatlarcha oltinga aylantiramiz deb yerdagi qumlarning hammasini adab yig'ib. Bu intayin muhim xabarkan. Bizdagi qumlarni ularga eng qimmat bahoda setib bergan. Osh ko'targuvchilar to'xtanglar. Qo'g'dorchilarning soni bak ozg'u sehim. Ular jami 100 kishi navbatlashib qo'g'dayotdi begim. Men bunchalik odam yetmaydi dedim-ku. Ularni menga yetkazgan. Bosh ustiga begim. Bu odam mening bog'chamda nima ish qiladi? Allah sizlarga bergan narsadan menga ozroq bersira. Agar sen bu mol dunyoni menga cho'qim Alloh bergan desang, berib uningdan bevosita so'rag'in. Sen bu cho'qim o'lasan, mol dunyolaring qoladi pixsiq. Sehim, endi mening bog'cham mushundaq tilamchilarning joyiga aylanib qoldimi? O biz ko'may qolganda kiryapti begim. Bu bir obat. Bu yerga mushunchalik tilamchilar kirib olganda o'g'irlar kirmay qoladimi? Kechirsizlar begim. Bu safarlik endi qayta takrorlanmaydi. Qani degina, kishilar nima deyishyapti? Ular Musoni Madiyandan qaytib kelibdi deyishyapti. O Sinodagi Tur teg'ining qishida Allohni qandoq ko'rgandi? Kishilar nima degan ahmoq. Ular oltin yig'ish to'g'risida bosh qotirishning o'rniga quruq hikoya anglash bilan vaqtlarini zoya qilyapti. Oğlu Musa, mendan boshqa ilohning borlig'ini da'vo qilib demish. O xoliqini deson oliydir. Kishilar yanıla sizning qudratlarga obdan bilib. Bu qidim uning so'zlari to'liq xatarlik. İşlari undan xatarlik turdi. Tushunmadim.
u qo'lini qo'yniga selib chiqarsa, uning qo'li xuddi quyosh bilan oyni ichiga sepib qo'ygandek oppoq nurliq bo'lib chiqadi ekan. Oppoq. G'alati ish bu. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ondan g'alatiroq ishlarni qiladi ekan. U hosili yerga tashlaydi. Men qilayotgan bir ajdahoga aylanadi. Hozir? Men qilayotgan ajdaho? Bu sehrgarning o'yinlari, oliylari. Men bunday ishlarni safarlarimda va ishlarimda to'liq ko'rganman. Sen zodi shuningga jazm qila olamsan. Albatta, u degan jo'rachi sehrgar. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم. Qarun tog'isining payg'ambar o'g'li bilan qarshilashibdimi? Tamaxo'rliq dunyo va uning zibu-zimmatlariga oldinish uni mush yo'lga so'rab kiribdi. Uningdagi nima ishlar yuz beribdi? Ko'p ishlar yuz beribdi, lekin hozir uxlaydigan vaqt bo'lib qoldi. Yaxshi, men uxlab tushimda Qarunning boyligini ko'raman. Ey Alloh, qalblarimizni sening zikring bilan nurlantirgin. O'z fazling bilan bizni boshqalardan behojat qilgin. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.